Toshkent shahri o'zida 6 ta, viloyatlarda yana 3 ta ayollar kiyim-kechagini sotuvchi Feliza kiyim do'koniga sotuvchi qizlarimiz ishga olinyapti. O'zlarining HR rahbarlaridan so'raymiz qo'shimcha ma'lumotlarni. Ish vaqti nechadan nechigacha? Xo'p, ish vaqtimiz 2 smenamiz bor bizda. Ertalabki smen 9 dan kechki soat 7 gacha. Ikkinchi smenamiz 12 dan kechki 10 gacha. Ishxona hisobidan bir mahal obedimiz bor. 6 kun ish, 1 kundan. Xo'p, obed beriladi 6 kun ish 1 kundan. Oylik maoshlari? Oylik maoshlarni kelsalar gaplashiladi lekin. O'zlari bilan shaxsan. O'zlari bilan gaplashamiz soatlariga. Optiga qarab, bunga qarab oylik maoshi o'zgarishi mumkin, shunda to'g'rimi? Bizda baribir bir oy sinov muddati bor. Sinov muddatiga oplata qilinadi, pul to'lanadi. Ya'ni sir emas bu, o'zgarishi ham mumkin. Foizi bor, fiksa. Ishlayotganlarga, planlariga, ishlashlariga qarab qo'shilib boraveradi. 6 ta shu shahar o'zidagi 6 ta filiallarning hammasiga ishchi olinar ekan, har ko'pincha bularda almashtirar ekan, bemalol aloqaga chiqib, yana qo'shimcha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Описаниеda nomerlarni ko'rsangiz bo'ladi.